bo'lsa ham prezidentimiz tomonidan 2025-yil xalqimizga shunday murojaat bilan chiqqanda tadbirkorlar bilan uchrashib, ularni masalan eshitib, yechish topshirgan. Shunga bugungi kunga to'g'ri kelib qoldi. Sizlar bilan baribir hammalari shuni bankda masala bilan kelgansiz. Bitta turib aytsangiz masalalarni yozib olib, shuni tezlashtirib yordam beramiz. Opa, siz boshlaysiz. Ha, turib. O'zingizni tanishtirib. Temirov Ma'rufa. Nega bu? Qiziltepa mahallasidan. Qiziltepa? Temirov Ma'rufa? Temirov Ma'rufa Abdurasulova. Qiziltepa mahallasi. Qanaqa kir tomoqchisiz? Chorvachilik. Summa qancha? 50 ming. 50 ming. Hujjatlar topshirdingizmi? Topshirdik mana qizim. Kafil. Kafil. Siz qayerda ishlaysiz? Ishlaysizmi? Ishda Navoiy viloyatidan Shoshilishda. Berdami? Yo'q, Navoiy viloyatida. Viloyatdami? Bular hozir hujjatlar tezkorina o'tsa, ijobat qilaveramiz. Hozir sug'urta bilan vaqtincha to'xtatib turib, shu kafillikni beramiz. Hozir tezkorina tashladimi? Hozir ko'rib beramiz. Aka, siz